Cemile'ge şuncha yalvurduq, faqatla unimidi. Hey, qaraganda onun dilini bekler enjitipsiz Muratcan akam. Şu emasmi? Bichara Cemile şundaq ezilib yig'ildiki, ig'zida biror ig'iz gapni aniq anglayolmay ketdik. Yoshlik deganda bir-biriga akilishib, sho'xlig'iga bas kelanmay, yo undaq, yo bundaq tegishlar degan doim bo'p turdi. Eng yaxshisi siz er kishi bo'lgandikin, qo'sqingizni kengroq tutib, o'zingiz bir qatim berib kelmasangiz bo'lmag'idakchimi? Shuda Cemile'ge bekli ko'nib qatdikanmiz, uning yo'qligi bizga bek bilindi. Bo'p demsa. Sal vaqt o'tsin. Cemile'ning achchig'i yonganda qaytirib kelsam bo'ladi. Mayli. Sizlarni avara qildim. Yoqay, biz mangaylamsa. Cemile. Oy. Kechir. Hech qisi yo'q. Turmushimizdagi xo'shallik, turmushimizdagi azob, turmushimizdagi kulki ham yig'i deganlar unchalar qo'rqinchli emas. Eng qo'rqinchligi bizning ularni qabul qila olishimiz yoki qabul qila olmasligimizdir. Biz baxtni o'zimiz yaratamiz. Shundoq ham o'zimiz vayron qilamiz. Baxtni yaratganlar hayotning va turmushning xo'jayinlaridan bo'lish sharfiga erishsak, baxtni vayron qilganlar baxtsizlikning mangulik xo'jayinlari bo'lish sharfiga erishimiz. Mana bu biz odamlarning qismati. Ha? Bizning kelgusida cho'qim baxtli oilamiz bo'ladi. Rasma? Ras bo'lmaychi, ishonmamsiz? Ishonaman Jamila. Bizning degan yana nurg'un bolalarimiz bo'ladi. Sehi bir muncha bolalardan tushib ketganini qara. Yuz qilinni. Balasiz uy mazar degan gap bor emasmi jinim? Qani u baxt. Bu oila shu tap qora qo'yun vayron qilib atgan o't cho'p dövsidek parakanda. Buningga nima amal? Kagirik boshqa kelganda o'zingni nega qochira olaysan? Men Jamilani chin dilimdan suyman. O'mi meni qavatli yaxshi ko'rdi. Ammo bo'lib o'tgan ishlarni bir-birimizga tushuntirib bermaymiz. Bir materialda tumuchiq chiroyli bo'g'ini bilan qo'lga o'rganmaydigan qush u juftiga bek sodiq deb yozilibdi. Ammo Jamila qo'lga o'rganibdi. Kimlarningdir tumuchiga bo'pti. Bu dardga chidash mumkinmi? Mağımın telefon kelyapti. Mağın telefon qilgan zodi kimdi? Ya bir adalda telefon nomerini xato yozib bergan bo'lsa, bir nima dadida sarang olgan o qanjoq arnomuzni qayirib qo'yib, telefon urib otamdigandi. Texi Jamila bilan tang turishlarcha uni. Qiziq ish. Jamilaning birsiga tumuchiq bo'g'inni u kimdan angladikina? Nemishqi tap tatmay uning yuziga soladigandir. Bu kunlarning oyig'i endi qayerdan chiqarkan? Yaratgan egam. Gülüm sen, nuru sen, kalbimde parlap durgan. Şunqarın lacın sen, köklerde pervaz urgan. Gülüm sen, nuru sen, kalbimde parlap durgan. Şunqarın lacın sen, köklerde pervaz urgan. Kara kaşlık güzel Cemile, yollarımda göz tükerem ben. Sen benim dünyada
yirak ketmegin Yüreğimni para etmegin Ketme güzelim menin esenim Süymen seni gülüm Cemile Ketme güzelim Murat, sizga zodi nima bo'ldi? Besh, zehningizni yig'olmaysiz-ku. Qara, bu jadvalni yana xato to'shqizibsiz. Kechiring, rostli xato bo'lib qopti. Bundaq ish bo'laversa qanday bo'ladi? Sizning zehningiz xeli o'tkirdi-ku. Bundaq ish ilgari faqatli ko'rinib boqmagan. Buningga diqqat qilay. Saçların oynaydı çıkanda meyşema Yüreğim kalbine Süygümge yok hiç amal Saçların oynaydı çıkanda meyşema Yüreğim kalbine Süygümge yok hiç amal Kara kaşlık güzel Cemile Yollarınga güz çıkar hemen Sen meningdin yirak ketmegin Yüreğimni para etmegin Ketme güzelim menin eselim Süymen seni gülüm Cemile Ketme güzelim menin eselim Süymen seni gülüm Cemile Şamallar uçar şu gün şu her gece Yollarınga qarayman bugün bu her gece Kerak emas bana şirin Soğuk şamallar uçar şu gün şu her gece Yollarınga qarayman bugün bu her gece Kerak emas bana şirin Gündüz gün moment üçün Oxşaş zulmet gece Unuttun mu yar beni Niçin ay gece Soğuk şamallar uçar
Şu gün, şu her gece yollarınga qarayman. Bu gün, bu her gece kerak emas bana şirin sözüm. Gündüz günmü men üçün o'xshash zulmat gece. Unutdingmi yar meni nechun ay o'tgija. Bugun yaxshi o'tadi, ha. Yaxshi bo'ldi. Tamakang bamu. Çakmak bakmaklı badın. Çektirmemse balangza. Mana hamma narsa bor. Aka. Hmm. Ule oxo. Aka gina. Zaytın xili bunu dikene. Yaşmamsa Çıkıra. Öpkele bana. Mağamdu ya bu saytın. Gelin aktırıp bakayım. Apa telefon yok mu? Vay vay, allı burun suylup olan piyazken kubu, kitleyle boldu. Ketdi. Jamila, ha, sizni birisi chaqiryotidi. Kimkan u? Chiqqanda bilasiz, sirt saqlayotidi. Ha, ma'qulamsa. Bu yerga kelib qapsiz-ku. Sizni ko'ray deb keldim. Qo'shnilar sizni bek so'rab ketyapti. So'rimiz baribir. Tutunning achchig'ini mo'ri bilimiz kim bilatdi? Mening dardimni kim tushundi? Ularning chirig'i o'zlariga yonidi. Mana men tushunaman. Men obdan tushunaman. Yo'q. Siz hargiz tushunmaysiz. Siz faqat kimdir birisining menga telefon berganligini tushunasiz. Jamila. Menga ishonmamsiz? İlgiri işen. Xudoga, imonga ishongandek. Aqid qilgandim. Keyin Hozircha Jamila. men mush savoldan baq qo'rqaman.
Bəkli qoqum. Şunu uyga qaytib ketgim kelmeydi. Biz eng yaxshisi ajrashib ketaylik. Jamila? Bo'ldi. Qaytib keting. Bu nima qilganingiz Murat? O'zingiz nimaga tashlayapsiz? Unda qilmang. Siz hozirda emasku. Yo'q. Men hozdar. O'lib ketayotgan baxtim uchun hozir ichyapman. Undaq deyman. Undaq deyman. Qarasam o'zingizni bekil tashlab o'tibsiz. Bundaq yuraman. Kiyimlaringizni almashtirib yuring. Bundaq yursangiz ranjib qolaman. Bir-biriga ashaddiy raqib bo'lib ketgan. Ayolning ko'nglida yaxshi o'tgan kunlarning mehri qoladi, Jamila. Biz bir-birimizga qancha chidgan raqib bo'lganimiz yo'q. Ilgari biz qanday baxtli edik? Buni bilamsiz? Bilamsiz? Hozir biz arzimas ishlar uchun hijron azob tortyapmiz. Ashu yaxshi kunlarimizdan hurmati uchun bo'lsa-mu qaytib keling bo'lamdi. Lekin biz o'tinib qolay Jamila. Birga ketaylik.
Jamila. Bu uy sizin qo'lingiz bilan kuladi. Mening yerim ko'nglim illiq mehringiz bilan to'ladi. Buni bilamsiz. Voy, kimdi? Men qarab baqay. Yo'q, men chiqay. Bo'ldi, siz o'tiravering. Men ochay. Sevimligi, senigen qarsam lonqoğun sizdekle içirqab qaptı. Bir dasti gülüp kelgen edi. Öyden bir mekicindan avaz anlandı. Kirişini əfsiz dedim. Ədi gül bilen siz köygür kelime. Siz uyingizga mening qimmatli sovg'atingizni ko'rsatgan akaganmi? Bu men Siz ne qapılış meymanchi usta, ha? Kimdi bu oshlingiz bilan didorlashib turibmi? Yani mening oldimda bechor qiyofat qirvoqiningiz nemising, ha? Jamila, xudo haqqi. Siz ketgandan beri bu uyga bir chichimmi kirib boqqani yo'q. Amsi buchim, mavchim, buni qanday tushundirsiz, ayting. Xudo. Bu nima gapdi? Bizning baxtimizga chaqchaq qilayotgan zodi kimdi? Jamila. To'xtang Jamila. 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 Murat. Siz yenmeymi demoqchi? Men o'zimni nima deyishimni bilmayman. Biroq turmushimizning bundoq sababsizla vayron bo'lishini xohlamayman Jamila. Nima dedingiz? Sebepsizlar. Bu ishlar sebep bo'lamam degan. Bu ishlarni deyman Jamila. Bu ishlarni men keltirib chiqarmadim. Amsi men keltirib chiqiribdiman-da. Bo'ldi qilaylik Murat. Sizmi bekli tanglikni qog'idaksiz. Turmush degan shundoq bo'lsa. Men ko'p shig'lab, halimdan ketgidayman. Bel qo'yib etdingiz shundaqmi? Qarang, Jamila. Bu ikkimizning turmushi. Bu uy bo'lsa, ikkimizning uyi. İkimizin cenneti, ikimizin dünyası. Onu asraş, onu kadirleş. Hem qo'g'dash ikimizin işi. Eğer bayram qilish to'g'ri kelsa, bu ish ikimizin qo'lidan keladi. Lekin biz o'z roziligimiz bilan onu söýüşke, qadirlashga, asrashqa tan qadam bosgan.
Әмділікті siz. Turmuş meni charchitib, hosirtib qo'ydi deysiz g'o. Shundoq. Shundoq. Biz turmushga tanqada boqan. Mening turmushni suygim yo'qmi? Qadrligim, astrog'im, qo'g'dig'im yo'qmi? Lekin ilqat gul bo'ldi qilaylik Murat. Men asl charchadim. Jamila. Turmush asli biz tarafda. O bizning jangohimiz emas. Bizning dushman raqibimizmi emas. Bizni mushohlig'a tushirib qo'ygan. Bir-birimizga tushuntirishga amalsiz holga tushirib qo'ygan. Ashu nejis telefon. Men aniqlab baqdim. Lekin o aniqlig'i bo'lmaydigan, nomeri chiqmaydigan nejis telefon kan emasmi? Biroq Murat, bugungi ishni qanaqa tushuntirsiz? Men bayatdan sizga nima dedim? Bu birisining o'yin ekanligi chiqibla turmamdi. Bayatdan ishlar meni sizni mubakrak azoblar otidi. Buni sizga tushuntirishga amalsiz qilyapman. Shuni bilamsiz, Jamila. Yani şu nomeri yo'q telefon kan. Vay. Bak be'at vaqtida berib qopdi suyimligim. Siyag'inib ketib qolgan edim. Uni yo'lga selib man telefon qilasiz. Degan men ajoyib hayajon ichidajim. Degan sizni bosh qo'yatmayman. Elim buni namoz qilmaydiganlar. Ishqilib kim bo'lsang, qaysi noahli bo'lsang, ajab joyida keltiryapsan, ha? Xap. O kimdi? Ajab tanışlısın mı o? Elik telefon ne? Hey, bu benim Ali mektepteki savoqdishim, hem ağinem Tursun'gu. Gül kız. Ha, yaxshimisiz? Qani o'tiring. Siz bilan bir ming'chilgan yoki yetdi Murat. Obdan uchrab qoldingiz. Qandaq vaqtingiz bormi? Bor. Men ishongan taqda kiyik yotmabdi degan maqol tamsilining ma'nosini sizdan tepiyotiman Murat. Ayting, nima qilganingiz bu? Do'stim Jamilaga nimachi qilasiz? Onun ko'z yoshlaridan daryo yasab,
beliq boqay deyotam sizga. Yo'q, gul qiz. Bu ish hargizmi sizlar o'ylagandek undaq ish emas. Sizmi menga ishonmamsiz? Bir mo'rdan tutun chiqagan odamga ishonch ato qilmay turib mendan ishonch talab qilishga nima haqqingiz bor, Murod? Men Jamilaga ishinaman, do'stimga ishinaman. Men qanday qilsam, ondan sizlar menga ishondigansizlar. Men shuncha üzümü ko'ngil odamman. Buni vijdoningizdan so'rang. Bu jahonning erlar nima bo'lib ketayotgan ekan tang, qarshi shuncha muloyim, qoidalik, ammo hadis samonotigidan suv yugurtayotgan. O kimdi? Yeriqa alvas tushumudu. Ailemizin xushchaqligini buzmoqchi bo'lgan bu ovozdan bir ko'rib boqaychi. O do'stim gul qizgan bu. Yo'q. Men nimalarni o'ylab ketdim? Men uningga ishonishim kerak. Bu hargiz mumkin emas. Oy, Kamal, kira. Oy, qanday ahvoling? Qanday ahvoling? Salomatliging yaxshidi, ha? Yaxshi. O'zing qanday turyapsan? Yomon emas, adash. Qani, o'ltira, ha? Nimanda qumga tushgan yingidek yo'qolib ketdi desam, hujjat o'zi orasida qolib ekansan-da. Hujjat deganni qatirib ko'rib, bir o'siday debsan-da. Nima deganing bu? Hujjat ko'yganga o'sidigan ish nima ekan? Odamning aqli yetmaydigan neni ishlar bo'lyapmandi hozir. Qani, ayta. Meni bu yerga bir ish bilan izlab kelganmisan? Ras, seni kashdagi bir o'ltirishqa chilab kelib edim, og'ayni. O'ltirishqa? Shundaq. Buni bir hisobda sening ziyofating desak ham bo'ladi. Biz bir necha savaqdash sana hamroh bo'lib, gap ichimiz shu. Mening ziyofatimmi? Buningdan hajab, mening xabarim yo'q ekan-ku. Mana hozir xabar topding-ku. Sizlar rostli o'ltirish qilmoqchimi? Endi tushundim. Sizlar bir qanchinglar mening nomimda ustal buyurtib, meni yiqitmoqchi bo'psizlar-da, ha? Sening rostli xabaring yo'qmi? Ziyofatning gapini sening og'zingdan anglayapman mana. Endi bildim. Bu yozuvchi og'aynimiz Murodilning o'yini ekanda. Murodilning o'yini? Asta Kamal, eshikdan kirgandan buyon taq-tuq so'zlayapsan. Men hech nimani tushunmay qoldim-ku. Nemali gap bo'lsa, mening beshimni qaymoqtirmay. Ochig'ini davamamsa, uning sizmi mening tatiyotgan dardim oz emas. Buning nersiga chidayolmayman. Sening rostli xabaring yo'q ekanda. Murodil inoq oila, baxtli turmush va hozirgi zamon aloqa qurollarining uning olib keladigan ba'zi bir ziyonlari ustida tadqiqot olib berib, bir kitob yozgan ekan. Asri bitibdi. Bugun shuning cheyini ichadigan gapkan. Anglasam, sizlarning oilami bu kitobda bormish-ku. Ha? Nima? Bizning oila? Shundaq. Murodil bu kitobni yozishda sizlarning baxtli oilanglar ustida tadqiqot olib berib, ba'zi bir chaqchaqlarni qilganmish. Qog'inini kashdi bilamiz-ku. Soat 5da Tumaris restoraniga marhamat qilib, Murodil shundaq degan.
Jamila, Nima demoqchi? siz bilan paranglashmasam bo'lmaydi. Jamila, hamma ish oydinlashdi, sir yeshildi. Men bu ko'ngilsizliklarning tagiga yetdim. Yana nima hikoya to'qaydayotsiz, Murat? Men sizning qazningizga chiq qaynab ketdim. Shu chaqqicha nima deb o'ylagan, qandoq tushungan bo'lsangiz mayli. Siz haqliq. Chunki men sizga siz qoyil bo'g'idek sabab ko'rsatib beramadim, Jamila. Bugun gapimni anglamasangiz bo'lmaydi. Bu bizning taqdirimizga, oilamizning kelgusiga munosabatli cho'ng ish. Cho'qim gapimni anglashingiz kerak. Shundaqmi? Yog'och qozonda g'o'birli qitim osh pishadi. Undaqda. Qani so'zlang. Siz mening hiliqi Murodil degan sog'dishim to'naydigansiz? Murodil? To'g'ri, yozuvchi sog'dishimchu. Deganlaringizni so'rasizmi? İşenmisiniz? Sizni hozirla restoranga boshlab boring. Alışıp turaylik. O'xshab va. Assalomu alaykum. Voy, va alaykum assalom. Kene adaş. Qani o'ltiringlar. O'tiringlar. Kechikib qolding-ku. Yo'lda azroq ayol bo'lib qoldi. Davomli o'zingga qo'shilib yuradiganimi qo'ysan, ha? Ey, Murat kelmedi-ku. Savaqdaşlar arasında birden-bir baxtini topqani shu ikkisi edi. Endi ularga ko'z tekkandek ish bo'ldi-ku. Qo'rmidan ag'ach o'tiringlar. Gül qizni anglashimcha bir noahli ularning turmushiga so'g'uchilik silvat qilyapmish. Hadis telefon berib, Qani, ag'ach o'tiringlar. Ustam, o'sha yerda to'xtadi. ma'qul. Men tushib chiqay. Kinalamsiz. Ha. Qaysi qoldi? Avni bering. Ha, ma'qul. Hadi tut. 50 qo'y. Ha. Aldingizmi? G'aflat bosgan kunlarimizni unutib, turmushimizni qaytadan boshlaydi. Men sizni suyman, Jamila. Men sizga ishonaman. Sizni suyman, Murat. Rahmat. Bugun meni bekla xushal qilyaptingiz. Agar siz to'g'ri topsangiz, men bu gulni bizning vaqtlik azobimiz badli kelgan shu asarning avtoriga so'q qilsam, ranjimaydigansiz. Ranjimayman. Ustam, Tumaris qayda? Ma'qul.
Qani, ağaynlar, quloq selinglar. Bugun ajoyib bir qutlug' kun bo'pti. Do'stimiz Murodil nihoyat ko'p ajr bilan Bo'ldi, qaytirma. Rahmat. Boshindaq cho'pdim bir ikkisi o'chirsin, nega yaxshi bo'ladi? Shunga ağaynlar, qo'limdagi bu tunji romkini ağaynimiz Murodilning shon sharbiga ko'tarib olsak qandaq? Qani, qo'sha. Ko'taraylik. Qani, Ko'taraylik. Tahrir qilinglar. Assalomu alaykum ag'inlar. Salomatliginglar yaxshi turgan. Tabriklaymiz Murodil. Asringizning tutkunini anglab bizga xush bo'ldi. Rahmat sizlarga. Oddiy bo'lsin, qabul qiling. Sizga muborak. Rahmat. Bu mening g'ururimning so'g'isi. Bu mening bu dunyodagi egam Murodning oldidagi. Uning ko'nglidagi poklik izzatimning so'g'isi. Eg'ir ammay. Qabul qilasiz. Agar ranjimasanglar, bizning vaqtlik azobimiz badliga putib chiqqan bu buyuk asarni suyimlik ayolim bilan birga ko'rib chiqay deyman. Kechiringlar ag'inlar, kayfiyatinglarni buzib qo'ydim. Buningdan keyin mening turmushimning har bir daqiqasimi intayin ma'nilik, intayin ko'ngillik, intayin baxtlik o'tadi. Kechiringlar ag'inlar, kayfinglarni buzib qo'ydim. Biz mangduq. Jiring Jamila. Bu men Uning bakli egri kelgan o'xshaydi. Bu qanday o'g'lamdi? Meni saqlab turing. men asli bu men O'ylab baqsam ag'inlar, bir ishni xato qilibdiman. Bu kitobni ko'rishga ketgan vaqtimni yanala turmushimga beray. Bu kitobni turmushni qadrlamaydigan nodonlar ko'zi bo'g'dak. Endi ishingiz tekkandu? Ha. Murodil, telefonni siz eling. siz asıl zamanda. Ay, uxlagan. Kimdi o bu? Voy, kim o? Kim o? Men Sevla. Kim deysiz o? Bugun nimandaq verdingiz turmaysiz qadrligim. Men sizning asringizdan putib chiqqanlik uchun o'zimni sizga yana bir qatim sovg'a qilib saqlab turg'ili. Ne vaq? Hey, kimga? Ay, xata urib qo'ygan o'xshaydi. Xata urib qo'yibdi? Xata urib qo'yishunda shirin gaplar qilamda? Ay, yo'q, men rost tonimayman. Pishoni doyib. Voy, meni daqilasan. Yo'q, gapimni angla, men rost. Men uni tonimayman, deyman. Güzel Jamila. Hey, vay, kimim ben? İsteme. Yo'q. Hey, vallahi o'g'lim sen turdi. Hey, bak qo'shnilar anglasa. Sen menimdin yiroq ketmagin, yuragimni bora atmagin. Ketma güzelim, mening asalim, suyman seni, gülüm Jamila. Ketma güzelim, mening asalim, suyman seni.